Yo'pchaga tashimam yo'q. Men mushukka borgandim musobaqaga. Men rosa hayajon tutdim. Men param kim bo'ladi, hamma para olmaganmi deb o'yladim. Para olinmas ekan, o'zi ustoz berar ekan parani. Yakkanlarga qatnashganimga men o'zi 3 oy bo'ldi. 2 oy o'qiganman, 1 oy ona musobaqaga tayyorlandim. Raqibingizni juda kuchli taekvondist deya olasizmi? Yo'q. Ya'ni chunki u ham 2 ochkodan orqaga ko'tarolmadi. Men 1-2 ga yutdim. Uncha menga qo'rqinchli ko'rindi ko'zimga. Nafas yetishmay qoldi, urishayotganda nafas yetishmay qoldi menga. Qanday sudan ushlashim kerak. Menga hali dihana kerak. U mendan 1 yoshga katta edi. Men unga qaramasdan tepdim. Oyog'im yetadi kalaga tepgani. U bo'yni uchun, lekin oyog'im yetyapti. Tegmayapti-da. Juda sekin tepyapti. O'shani tegmayapti. U orqaga qochib bo'lyapti. Keyingi musobaqada juda harakat qilaman. O'zim ustida rosa ishlayman. Inshaalloh men birinchi o'rinni olaman. Ustoz Farg'a akaga katta rahmat. Shuncha o'rgatganlar uchun. Bu meni birinchi medalim. Men bo'lganda ham men xursandman. Halam tugamadimi video? Yo'q. Jamoamizda birinchi o'rinda olganlar tabriklayman. Ikkinchi o'rindan mag'lubiyat degani emas, nishonlagani biz to'qqa chiqdik. Atmosfera qalay?